Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Serukal dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Serukal dori vositasi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, demak, qusishga qarshi va ko'ngil aynishiga qarshi dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, Serukal dori vositasi hozir men sizlarga sanab o'taman, ya'ni kasalliklar va holatlar haqida. Demak, mana shu kasalliklar va holatlar, ya'ni natijasida ko'ngillanish va qusish bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, demak, Serukal dori vositasi, ya'ni qo'llaniladi. Tushundingizmi? Demak, organizmda kechayotgan jigar va buyrak kasalliklari va bundan tashqari me'da ichak, ya'ni oshqozon ichak, ya'ni traktning, ya'ni kasalliklari natijasida kelib chiqadigan do'stlar, ko'ngil aynishi, ya'ni bo'ladigan bo'lsa, Serukal dori vositasi qo'llaniladi. Masalan oladigan bo'lsak, jigar, ya'ni serozdagi ko'ngillanish va qusishda, gastritlarda yoki me'da operatsiyasidan keyingi atoniya, ya'ni ichakning harakatini, ya'ni ta'minlash maqsadida yoki me'daning o'sha yarasida yoki bo'lmasam do'stlar, nevrologik holatlar bo'lgan, ya'ni migrenda, bosh miya jarohatlarida, bundan tashqari do'stlar, nur terapiyasi yoki bo'lmasam kimyoterapiya, ya'ni o'tkazishda, xususiy holatlarda, ya'ni 30 ming dollar mana shu dori vosita qo'llaniladi. Ya'ni shifokor ko'rsatmasi, ya'ni bo'yicha. Bundan tashqari hazm qilish, ya'ni kasalliklardan surunkali pankreatitda. Demak, pankreatit degani bu oshqozon osti bezining, ya'ni yallig'lanishi. Tushundingizmi do'stlar? Bundan tashqari do'stlar, hiqichoq va kekirish, ya'ni holatlari sizda to'xtamay uzoq davom etganda ham qo'llaniladi, ya'ni Serukal dori vositasi. Va bundan tashqari me'da va 12 barmoq ichakning, ya'ni kasalliklarini rentgen diagnostikasini o'tkazishda, ya'ni qo'llaniladi. Ya'ni ichakning, ya'ni zond, ya'ni kiritishdan oldin vena ichiga, ya'ni yuboriladi. Ya'ni zond kiritayotganda ko'ngil aynishi vujudga kelishi mumkin, shuni oldini olish maqsadida. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, do'stlar, ushbu dori vositani o'z boshimchalik bilan qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak, siz o'zingizdagi, ya'ni kechayotgan kasallikni sababini aniqlab, uning ya'ni qanday ekanligini aniqlab, ya'ni shifokor ko'rigiga borib, aniqlab, keyin shifokor nazorati, ko'rsatmasi va retsepti asosida ushbu Serukal dori vositasini olishingizni tavsiya beramiz. Demak, ushbu dori vosita vena ichiga va mushak ichiga buyuriladi. Demak, ko'ngillanish va qusish paytida kattalarga, demak, bir ampula buyuriladi, ya'ni bir ampula yuboriladi. Tushundingizmi do'stlar? Agarda 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan, ya'ni bemorlar bo'ladigan bo'lsa, demak, u bir ampulaning, ya'ni yarmi yuborilishi mumkin. Demak, u kasalligining va qusish, ya'ni holatiga qarab belgilanadi. Ya'ni buni shifokor belgilaydi dozani. Demak, endi do'stlar, ushbu Serukal dori vositasini qabul qilganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, siz Serukalni qabul qildingiz, sizda uyquchanlik yoki yuqori charchoq, ba'zan bosh aylanishi, quloqda shovqin, og'izning qurishi yoki uzoq muddat qo'llanganda do'stlar, qaltiroq kasalligi, ya'ni Parkinsonizm kasalligi vujudga kelishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, bu organizmdagi natriyni ushlab qolishiga, ya'ni turtki bo'ladi va organizmda shish paydo bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak do'stlar, ushbu, ya'ni dori vositaga nisbatan yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari tutqanoq, ya'ni kasalligi bor insonlarga ham Serukal, ya'ni dori vositasini qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga ham qo'llash mumkin emas. Qon bosimi juda baland yuradigan kishilarga ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari bronxial astmasining, ya'ni og'ir bosqichlarida yoki o'tkir jigar va buyrak yetishmovchiligida va ovqat hazm qilish a'zolarining operatsiyadan keyingi, ya'ni og'ir, ya'ni holatlarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak do'stlar, Serukal dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'lig'ini asrang. Va yana bir ma'lumot do'stlar, mana shu Serukal, ya'ni ukolini tabletka ko'rinishidagi turi ham bor. Demak, tabletka ko'rinishidagi turi arzonroq. Demak, bundan tashqari mana shu Serukal dori vositasining tarkibi do'stlar metoclopramid, ya'ni hisoblanadi. Agarda sizga aptekaga borsangiz, Serukal ber desangiz, metoclopramid, ya'ni beradigan bo'lsa do'stlar, ajablanib o'tirmang. Demak, mana shu asosiy ta'sir etuvchi moddasi mana shu Serukaldi, mana shu, ya'ni metoclopramid, ya'ni hisoblanadi. Tushundingizmi? Serukal esa bu faqat firmaning nomi, ya'ni firmaning nomi, uning asosiy ta'sir etuvchi moddasi esa metoclopramid hisoblanadi. Aptekada mana shuni o'zi nomli, ya'ni
dori vosita ham bor. Ya'ni nom ham shu, ta'sir etuvchi moddasi ham shu. Tushundingizmi? Ikkalasi ham bir narsa, unaqa o'zgarish yo'q. Shunday qilib do'stlar, serukal dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.